Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 25-may 2025-yil. Biz Xorazm viloyati Hazorasp tumanidagi Marvarid avtomobil mojarosi Hazorasdagi problema mavzusida yana mana shu yerga kelganmiz. Adashmasam 5-video murojaatimiz bo'lishi kerak. Bu yerda biz nimalar qildik? Kimlarga murojaat qildik? Prezident nomiga murojaat qildik. Viloyat kadastr viloyat kadastr va majburiy ijroga murojaat qildik. Viloyat majburiy ijrodan hech kim kelmadi. Vaziyatni oydinlashtirish uchun hech kim mana shu yerda o'rganish ishlarini olib borgani yo'q va hozir videoni kulminatsion nuqtasi bo'ladi. Bu yerda ijro harakatlari shuhataga keling. Ijro harakatlari to'xtatilishi kadastr tomonidan mumkin emas ekan. Assalomu alaykum. Buni viloyat kadastr matbuot xizmati Sadulla akadan bildik. Absolyutna da'vogar hisoblanuvchi kadastr sudga murojaat qilgandan keyin, sud tomonidan majburiy ijroga yuklatilgandan keyin, mana shu yerdagi tuproq ko'tarish ishlarini bartaraf qilish ko'tarilgandan keyin kadastr shuhataga aytish bo'yicha arizasini qaytarib olgan. Shuhataga aytish bo'yicha arizasini qaytarib olganmish. Viloyatdan bilishimizga qaraganda hech qachon kadastr bergan arizasini majburiy ijrodan qaytarib olishga haqqi yo'q ekan. Endi xuddi shu joyda bir minut aytib bering, mish-mishlarni aytib bering. Mish-mishlarga qaraganda, qulog'imizga chalinayotgan gaplarga qaraganda, mana shu yerda hozir ikkinchi taraf bo'layotgan odamlardan bir nechtasi yoki bittasi, buni aniq bilmayman, qulog'iga chalingan gap. Bizda pul ko'p, doston endi bu videoni chiqazmaydi deb aytibdi. Biz sotib oldik deb aytibdi. Nima ko'rsam bo'ladi? Buni ko'rsam bo'ladimi? Buni ko'rsam bo'ladimi? Nimani ko'rsam bo'ladi? Qo'yganim bor. O'sha odam kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima deyishidan qat'iy nazar. Mana shu yerda kim haq bo'lsa haq, kim nohaq bo'lsa nohaq tarafda turadi. Har kim o'z joyida turadi. Bizga tarafdan hech kim tarafga yon bosish, birov tarafini olish degan narsa bo'lmaydi. Haqiqatda mana shu yer mojaroli joymi? Tushunmadim. Haqiqat chiqadi. Tamom, boshqa gap yo'q. Mana shu yer haqiqatda mojaroli joymi? Mojaroli joy auksionga chiqishi mumkin emas edi. Faqatgina tuproq olish bilan cheklanishni xohlayotgan murojaatchimiz endi haqiqatda o'zini haqlarini to'laqonli istayotganliklari sababli mana shu yerdagi auksionni qonuniy yoki noqonuniy bo'lganligini aniqlash uchun sudga murojaat qilishga qaror qildilar. Bu uzr-kesil javob. Bu yerda auksion qonuniy bo'lganmi, noqonuniy bo'lganmi so'rab surishtirganimizga qaraganda noqonuniy bo'lganligini aniqladik. Chunki mojaroli joy hech qachon auksionga chiqmasligi kerak. Mojaro bartaraf qilingungacha auksion to'xtatiladi. Agar tavsiyanoma kadastr agentlik tomonidan berilgan bo'lsa ham. Shuning uchun bu yerdagi auksion noqonuniy deb bilamiz. Bu bo'yicha sudga ariza tayyor, sudga arizani topshiramiz. Xoraz bu videoni bu tarafi xorazmcha anglash bo'lishi mumkin. Faqat agar yoshirmoq endi gap yoshirmoq kerakmi? Gap yoshirib, belki tamam yoshirib kelayotgan jo'kadi, lekin tezroq ish bitarmagan deb qo'rqib turadi. Buni esa qayta nabordan olsa bo'ldi. Naprinsip orqa tortishma, to'lqa orqa tortishma. Kadastr agentligine yerda shu men ariza bo'lgan bo'lsa, kecha surib muddatini 15 kun bo'lgan bo'lsa, 15 kun shu setting ham oxirgi kunlarida ish yurishma, hech qanday chora ko'rmayman. Sizni qizil hududingizga o'tib, mana bu binoning orqa tarafida navis chiqazganliklari, qurilish qilganliklari yuzasidan siz kadastrga yozma ravishda ariza topshirgansiz. Yozma ravishda ham iltimos ham chaqirganman. Sizni qizil hududingiz buzilganligi uchun. Necha kun bo'ldi ariza topshirilganiga? Ertaga 15-dan. Ertaga 15-kun. Hali hech qanaqa javob kelgani yo'q. Soatlarda boramiz endi. 25-soatda boramiz. Hali hech qanaqa javob kelgani yo'q. Noqonuniy qurilma bularga nisbatan nohaqlik qilinadigan bo'lsa, ariza ko'rib chiqilmaydi, kelinmaydi, o'rganilmaydi. Lekin bularga nisbatan boshqa birov kimsalar tomonidan mana shu yerda noqonuniy harakat qildi, shuhrat deb agarda noqonuniy bo'lsa ham
asossiz bo'lsa ham bir og'iz telefon qilinsa yoki aytilsa, darrov o'sha zahoti yetib kelishadi. Bir o'zimgina emas, oila a'zolarim kelaman, qarindosh do'stlarim misol uchun uyinda noqonuniy bor. Misol uchun shu dikonim shuncha yillar yashab o'tirganimni bir og'iz gap ichida, 2 soat ichida o'zi kelib turibdilar, sразу. Buni videosini qo'ydik. Mana shu ko'rayotgan sovg'alar olami, mana market, mana shu katta zdaniya. Bu biza yoshligimizdan biri bor joy. Biza yoshligimizdan biri bor joy. Bu asli xatoga tushib, qonuniy qilib berilishi kerak. Bu yo'lni bo'yida qilingan deb bir marta buzilgan. Undan keyin yo'lni bo'yida emas degan xulosalari ham bor. Endi shahar soziga to'g'ri kelsin deb shu vaqtda qayta rekonstruksiya qilasan deb qildiradilar. Yo'l usti ichana kirib qolasan, rekonstruksiya shahar soziga to'g'rilaysan dedilar. O'sha izi 2 yeri bo'lib chiqdi. Shuni bilan zer plana to'g'ri kelmadi. Qaytadan ustini yana diklab qo'ydik. Lekin men bular hozir noqonuniy chiqib salgansan. 250 kvadrat. Men 250 kvadrat chiqib salgan emasman. 96-yilda necha deb salingan bo'lsa, shuni ustidan 1 santim nechaga chiqarilmadi. 1 santim chiqmagan. Nechinchi yilda rekonstruksiya uchun buzildi? 19'dami? 19-yilda. 7 yil o'tirdi. 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 o'sha yillardagi GPS'dan rasmlarni Sputnikdan olib, qayerda qurilgan, nima qilinganligini aniqlash vakolati, imkoniyati bor kadastrda. Lekin mana shu narsaga oydinlik kiritmayotganligi ham ularning aybi. Biza hozir kadastrda ishlayotgan mutaxassislardan ikkitasi Xursand va Shahriyor ismli xodimlarni ustidan xizmat tekshiruv o'tkazilishini so'raymiz. Chunki berilayotgan arizalarga nisbatan vaqtida javob bermayapti. Ertaga o'sha oxirgi kun, ertaga berilmaydigan bo'lsa, 15-kun berilmaydigan bo'lsa, xizmat tekshiruv o'tkazishlaringizni va bu yerdagi auksionga chiqish masalasini tavsiyanomani bergan, auksionga chiqazish uchun tavsiyanomani bergan xodimimiz ustidan ham xizmat tekshiruv o'tkazilishini viloyat kadastrdan so'rab qolamiz. Bu yerda bitta tushunmovchilik bor ekan. Biza ommaviy axborot vositalari qaysi idora tashkilotlariga murojaat qiladigan bo'lsak, ularni matbuot kotiblari bo'ladi, matbuot xizmatlari bo'ladi. O'sha matbuot xizmatlariga biz aloqaga chiqdik. Chiqqan vaqtimizda biza palata va agentlikka bo'linganmiz. Biza bittasiga biriktirilganmiz, bittasining shtati qisqartirilgan. Biza ularga nisbatan chora ko'rib o'rgana olmaymiz. Men o'rgana olmayman deb aytdilar. Lekin biza bog'langan shaxslar ular hisoblanadi. Matbuot kotiblari hisoblanadi. Bu yerda shunaqa chalkashlik borki, kadastrni qilayotgan ishlarini, noqonuniy ishlarini kirdikorlari bo'ladigan bo'lsa, ularni o'rganish cheklab qo'yilgan. Shu shtatni qaytadan tiklashlaringizni, o'rganishlarni to'liq olib borilishini so'rab qolamiz va ishonch to'g'rilari bor ekan, ularga ham mana video murojaat. Bu yozma yoki og'zaki murojaatdan ustun turadi, video murojaat. Bizning murojaatimiz shunday iborat. Bu murojaatlar ham to'liq Xorazm viloyati Hazorasp tumanida ishlayotgan mutaxassislarni, kadastr bo'yicha mutaxassislarni ustidan xizmat tekshiruv o'tkazishlaringizni va mana shu holatga oydinlik kiritib qo'yishlaringizni so'raymiz. Bularga aytadigan bo'lsak, telefonda bu isboti yo'q bu narsalar. Telefonda gaplashadigan bo'lsak, gaplashgan vaqtimizda nima qilaylik endi, buyruq shunaqa, topshiriq shunaqa degan gaplarni aytishadi. Qonuniy mana hujjat, mana asos deb bizga ko'rsatishmaydi, berishmaydi. O'shani inobatga olasiz deb umid qilamiz. Hozirgi kunda shu prokuroram viloyat prokuraturasi shu narsani kontrollar nazorat olib beramiz degan. Ya'ni ish bo'lmasa, so'rni opsiyon, shuning birovlar norozi taraf bo'lmasa, shuning muammolar bo'lmasa deganman. Hozirgi kunda bitta norozilik ko'p, bitta 5 odamning ishini boradi. Bitta to'g'ri ko'tarishda mana shu vaqtlar arizani ustiga yozib berdi, 5 odam yozib berdi. Hozir bir odam, 2 odam rozi bo'lib turibdi, qolganlar uchun joyim qildi, dikonim qildi, tadbirkorni xalos berdi. Qana ularni yerga ketib turibdi. Ulardan uch so'ramaydi turibdilar. Qani sen bu isteganing to'plarning xalosda bormi yo'qmi? Shu narsani so'ramaydi. Men turibdilar. Endi auksionga chiqqandan keyingi holat ham oldi. Shu turgan mashinalar hozir umuman Steyke, buların steyke hesabında buraya geliyor. İskender'de. İskender'de. Şuradan ama oldu. Kulağıma tuttu bunlar. Yani
demiş. Bunun hududsiz ötüp demiş. Bir de darvozası boramış. Bu alış hakkı boramış. Lekin aslida auksionga qo'yilgan joy mana bu binoni Chegaralar bor desa yo'q. Mana shu yerdan mana shu uchun qo'la qoladi. Uni qachonki qonuniylashtirgan bo'lsa, unga chek beradigan bo'lsa, u qonuniy hisoblanadi. Shu joyda nalogga ham murojaat qilamiz. Viloyat va tuman nalogga ham murojaat qilamiz. Mana shu yerda pullik xizmat ko'rsatib chek bermaganlik holatlari uchun 5 milliongacha shtraf qilinishi mumkin nalog. Noqonuniy faoliyat uchun. Mana marhamat, nalog. Bu chiziqdan mana shu ugguldan belgilab berilgan joydan bu tarafiga qo'yilgan mashinalar, avtobuslar, yengil mashina hammasiga olinayotgan pullar noqonuniy hisoblanadi. Chunki bu yer davlat tomonidan ijaraga olinmagan yoki sotib mulk qilib olinmagan. Bunga ham chora ko'rishlaringiz hisoblanadi. Bunga agar chek berishdan qat'iy nazar u qonuniy hisoblanmaydi. Hozirgi kunda shu narsani isbotlash uchun hozir shu isbotlab deydilar bu. Isbot uchun misol uchun avtobus qilaman, uchinchidan so'rasak bo'ladi. Bu berib o'tiribmiz ish yeri, sen bu tarafda turganingiz. Bular istasan ham buyerda turib turmaydi, aylanib ham bilmaydi avtobuslar. Besh avtobuslar ikki zamindan cham tortishgan bor. Ko'p qoralarga ham men foydalan oldim. Shu iminni bir yerni o'zi tezlashdan maqsad shu avtobuslar fuqarolar aytgan uchun tezlaverdi aslida. Lekin hozirgi kunda bulardan ham pul olib o'tiribdi. Ben aytdim ben pul vermeyinle dese eldine ese 20 senem işte. Ben ettimden bundan götürsem 20 sene dedi. Lekin hozir bugün 3 hafta bozada yine hozir drağızın özlemden bir eldimden sonra verip Danışsız mı? Evet, danış. Drağızın söylemeyin de kamera bir biraz varsa amin de olur. Aramızdan açmıyor her. Bu anda bu ayıp. Daha çekiz verdim hele. Nomor 2, ikinci çekilgan bu. O haftada yemiydi bu. Sen keyin gidip başına. Az bir yandan pul alsak yok tamam mı? Aryan tarafta bunu özü heddi. Pul almanlar deyensin. Ha, bir yana mümkün ama. Yok mümkün emez bir yan tarafta. Onu opsiyonda oynap utka yeri var yan tarafta. Yer onu al, okey. O ana şu zanneder yan taraf. Bizim Şu maşinlara mağazı nokanın pahalısı mümkün emez. Şu kovuklardan. Şu kapçadan alışı mümkün emez az da annem oldu. Yine hızlanan yaran tarafı. Şu iki etajın var yani mı 12? Yan tarafı farklı. Az kalacak. Şu az ganacak lekin Satıp al. Böyle bir geçim boğazda. Şöyle bir tane taşak tane uçuyla verdik. Yine birlikten bir iş. Az bulmasa şöyle her bir işten giriyor ama. yok benim olar bindi birden girdi çıktı kim buladı. Benim olar girip çıksılar şundan. Lekin pul almasın. O bir de bir bulamaz avtobus demez. Bir de şunçalık dükkanla bu bir de girip çıkaran. Dükkanına girip çıkışı gerek bir de sodağa geledi dükkanına. Rahmet. Yaş. Ben çekiş görmem lazım. Rohatdan ötken senesi 8. Çisla ekan. 5. ay. Hozir ikinci teknikçede urulgana kelsa, Sen 6 yıl 3 aralık vaqt. bundan men bir chiqib qo'yaman. Ama bu vaqtda chiqarib qo'yganlar, bu vaqtda topshiramiz. Lekin shu narsani men endi talab ham aytaman endi buni bayonotini. Mana auksionda bekor noqonuniy bo'lgan, konkret yana borsalar borasiz noqonuniy ekan. Men ham shunchalik bo'ladi deb o'ylamadim bu narsani, lekin bu aniq noqonuniy narsa ekan. Hozir auksion o'tgan narsa noqonuniy ekan. Nechun bir de muammo. Bir adam iki adam emas bir de. 5 adam yazıp yaptı bunda. 5 adam yazıp yaptı. Bu hele bu dükkancının kalganı bu üçüncüsü bize topraktan aldıramız da bittiler. Ben ne kapı olur bittiler. Şurada Allah'a da ne olur gerek çıkarlar. Evvel yazma adam da. Aa öyle yazı adam var. Bir malaman tam aldın mı? Havarları yok size. Bir tarafta ucu avuçlu. Topraklarına gidip tuttu. Bir. Mecburi icra. Davagar gelsin de tuttu. 2. Davagar ucu mecburi icranın zımasında tuttu. Bu sansalaklığa girer. Devlet kadınlarını fuqarolara nisbeten sansalaklığa giradi. Bir hurmatlikine giradi. Hurmatsizlik bu narsa. Sansalaklık paysalla salış bo'lib turibdi. Keyin bir de hozir MIB size ya ben aytgan gapim to'g'rimi? MIB size navbatda MIB yana borsam aytib turibdi.
bana bir an biriktirip icra için teylep kullanları barıp solasam aydan ya kimin maksatla kimin şu adam yana varsam ayet tuttu. Sende icra işi yok dedi. Soktu toxtatılından dedi. Lekin girip yani arizanın kabul kılıp arizanı dünyadan kızlarına götürüp men hakkımda şu arizaga cevap verin dep arizanı verecek olsam çıkarıp turup arizanı almayayım bunun uzun. O sizde bakın ya şu nömer bilen gelsin de nömerlerine yazdılar. Yani şu nömer bilen gelsin bak şuna biriktirin tuttu. Yine özü neye biriktirilgen bu koduma biriktirilgen bu berenkesi biriktirilgen de ben tuttum. Bazada hakikatte Lekin icra işi duruptu. duruptu. Lekin size aytılgan vaqtında yok sende icra işi sende. Bir de içtir basın bolturttu, kimdendir korkuş, kimdendir buyruk alış bolturttu dedi. Şu adam dikkatine ne gerek? Ne gerek? Onun gelip bitirmesinler, üstüne çıkıp oynayasınlar lan, kessinler bunu. Bana yapıp veriyor, yani düşünmedi adamlar doğrudan başkaça sonra ağzından görmeyeceğler, başından görmeyeceğler ama başkaça natoru yeplere olur. Kimdir sizi cebredice göredi, kimdir personalları cebredice göredi. Lekin bir de hakikatte bulup turgan narsa ikki odam cebredici aslında. İkki odam cebredici. Biröve toprakı bilen, biröve toprakını aldı. İkki odam iki yıl oturttu. Lekin noma'dan qat'iy nazar auksionda qonuniy bo'lgan mojarolarda auksion bo'lmasa kerak edi. Auksion bekor qilinishini so'raymiz. Arizani xudo xolasa birinchiga topshiramiz. Birinchiga topshiramiz. Lekin men kadastr ovozidan imamitda Qo'bulabat kelyapman mana. Qo'bulabat keldim. Kadastra MIP'e shuningdek ariza berib keldim men. Mening toprak olishimni temlepmanglar tezlashtiradi. Viloyat hokimi qabuluna ketadingiz siz. Viloyat hokimi qabuluna borib, bir de düzenle berip bir nüshasını alıp bir nüshasını berip Nonu so'radingiz. Ta'minlik ijro ta'minlab berishmi? Meni so'ranim toprakım alışı. Toprakım alışı ilişkide auksionunu noqonuniy etgan bo'lgani. Bir de prokuratura imin topshirig'ini bajarib turibdi. Ondan topshiriq bajargandan prokuratura nechi? Qonuniy emas. Viloyatda qonuniyat berdi. Gelip ürünyenik git tuttu ulayda. Lekin bir de Hazarası bizemizdeki, rayondaki umman noqonuniy. Evet, keyin bir gap bor ekan. Yaxshi yodim masalangiz. Kadastrda ishlaydigan birsi, tuman kadastrda ishlaydigan birsi. Nera chiqishingdan farqi yo'q, internetga chiqasama, restoranga chiqasama. Aytgan gapingizda, restoranga chiqasama, internetga chiqasama, prezidentinga chiqasama, mana farqi yo'q, baribir ina shu yerga keladi, arizan degan gap aytibdi. Mendan so'raladi baribir degan gap aytibdi. Nav haqqi bor xodim u gap aytish. O'zi xodimlar ustidan xizmat tekshiruvi o'tkazilishini shu maqsadda so'rab turibdi. Nafs harakati ketganligi uchun, odamlarga nisbatan muomalasi yomon ekanligi uchun so'rab turibmiz biz. Viloyatga chiqsang, viloyat manga deydi. Manga berdi Hazarası. Bana boş kere ne çubuğalasın sen? Ben de yok. Vakit ben bir de bizi hakikata umman doğru gemin tutmam ben bir de. Umman hakikati geplemiyle durup da bu hakikat neyse yok benim için. Tolka beni yentiş, azap veriş, tolka bombaya atıp veriş bana. O kadar çok hassas. Çünkü ben vilayetten sonra tuttum. Vilayetten bazı bunlar gebine kulak koyar ekerler. Şunun için Respublika'ya çıkıp koyma. Az Respublika'ya çıkanımı o'sha bulara turbalar so'rmuş mengelar nega bo'ladi ekan hozir respublikaga chiqqan yerda nera bo'lsang ham beri kelib Hazarasa kelasan deb. Ben Hazarasa kelasan. Yerda hozir sizning ina shu parkovka sizga qarashdi. Bu parkovka qizil sizniki, sizni parkovkangiz qizil sizniki. Men o'z ismini zaryan qo'ydim. Endi bular beyanasında ummayet yo'q bular. Shu reja siznikimi? Shu yerdan foydalanib bilasizmi? Şöyle nolog'dan to'lab o'tibman hozir bugunda. Yana bu narsa qonuniy ekanligini yana o'rgansangiz bo'ladi. Bu narsani endi bular birov aql berib tanishgandir. Men bu narsani olib turib, imchik kessalar, do'llar demiş bu. Yine imchik. Bunu yani bir küçüklikte qildilar. Buni nazar qo'yganman. To'xtang, biringlar. tushuntiraman shuni. Shuni tushuntiraman. Va mashina o'tgan bu narsa. Bu narsani uning qilish mumkin. To'g'ri, qonuniy hisoblanadi. Lekin bu yer daxlsiz bo'lsa, Daxlsiz bo'lsa, davlatniki bo'lsa, birov zarar yetkazmasa, birov foydadan quruq qoldirmasa mumkin. Lekin bu yerda siz shu yerdan qo'llangiz bo'lgandan keyin qizsiz bo'lgandan keyin siz shu yerda misol yomon bersangiz yomon bering lekin ishlar. To'g'ri gap to'g'ri aytaman. Ishlar furat gap qo'yasiz misol. Haqqingiz bormi? Kamazınız bor. Qo'yacaksınız. Haqqingiz bormi? girib bilmaydim uni tayini. Yetmedi.
Ben şunu gözetip vereyim ben şunu. Endi bir Aytkan kim bana bana ilk mozada doktatlardan uruşan boldu, bir zikken boldu dedi. Kılmanga bana doktat durma, kanuniyetin ya desen, bizdeki işin çıkış kanuniyemiş dediler adam, iyi işin çıktığı ne seni doldurur. Misal için bunu mülki üzerinekidir doğru. Evet, aldı sattı etken ben dedi, birerlerden aldı sattı ettim ben dedi. Nere? O meyli. Bu dükkanın alğanı. Ha. Şu dükkanın hesabında bomba. O meyli senin baban mı? Yetim ben mülkünü Bunlar kadastrında var mı ki burada? Yok. Mülkünü sorup durganım yok ki ben buna. Misal yok. Alsa vereceğim. Ben kızıl sıkın boşaltıp versin. Ben bulay gideyim toprağı ben satıp aldım demem mi? Ben biri satıp alganda doğrudur. Bulan bu arada. Yok da bakayım var. Bu arada. Lekin ben Hem kasaka ilişkiler için sizden özünüzü istere Aynen, başlar. elbette. Ya, elbette. Düşünelim. Ben şunçalar sıktı olam, ben şunçalar azap verdim. Benim bereme. Şu zinasam nakanuni, tendina balkonu bağımın üstünde, balkonam nakanuni. Balkondan malısını sorup tutma. Arizan beri kopma gemi tuttu. Yetin afırki günü. İçinde zinası bağlı, çıkar şöyle. Düzenli dükkanın içinde. Bu altında şu şirketi rakmiyetini iş yapar yani yerler, kadastrından alıp yerler. İçinden girdi çıktı. Deşanda yok. Kadastrında yok deşanda. Hele o tarafta iş koyuşan satıp alın bulanı. Bu indi şu vaxtında. İndi hazır mümkün emas bu narsa. Yekunimiz çözüldü. Siz gelişinizden buradan aytacaklarım bu. Azıram aytamadım olmadı. Oxirgi gap, so'nggi so'z. Murojaatingiz nereligini ayting. Murojaatim mening shu iloji boricha respublikadan so'yman. Moskvadan bo'laman. Prezidentdanmi? Prezidentdan yana. Şöyle kanun nokanlikini öğrenip narsalar gelir. Mening kılsızlığım kanun nokanlikini ana kılıgına apası tuttular. Arka taraftaki navis meselesi, kuruluş meselesi. Şu meseleler doktada olsam, şu meseleler doktada olsam bu neseye değil mi demiş bunlar. Maksada karanlar. Siz yapmayın. Bana indi no kanun neyse olsa alaverseler, mamması yok. No kanun olsa. Ben no kanun yerim, bir tarafını tutup bozarlar. Evvellerim bana. Ben iminli soydan neyse maddeşide toprakımı alayım ben. Aksiyona müryeninle. No kanuni de tuttular bir yandan. Bir yandan sol alt tuttu azı. Advokatlarına sol alt tuttu. Gerekirse kadastı, prokuraturunu öz zaman tuttu. Muammalı yer mi? Bekar bola diyor dedi. Mümkün emas, umuman çıkışı mümkün emas. Aksiyona çıkışı mümkün emas. Muammalı yer mi? Aksiyona çıkışı mümkün emas. Ben sorağım var, lekin içeriye sorağım ben. Ben çıkıyordum biravi. Ne bu adamlar kaygısını kalır, niyetim yok ben. Çıkıyordum aksiyondan tutulmak. Ana soracağım şu. Aksiyondan narazımam. Bıstırla babanı. Ben toprağıma mal versem ben. Çünkü pullara su ettim. Gerek olsun şu aksiyon günü koyuldu. 28'i süsledi. Aksiyon 28'i süsledi. 28'i günü ben 15'i günü 14'ünü süsle günü soğuk çakıldı. Arizaber koyardı. İcra işini mikro nokanliki ben boynuma alma falan bile ben alınma diye kurasa bilen verip koygamam. Şu iminli kadastroya gitti, şuna koyalım diye bakamız. İminli aksiyonun ben şu jarayonda durgan nasıl 28 satın aksiyon oynalıyordu. Onu ben ne ozat etip veremem, bunu aksiyona çıkardılar diyeyim. Lekin gerekse su düşüyünü sen yok dedi, toprakını alasan bu dedi yeri koyup durdu. Koyga olsun. Özü dedi öyle ama mümkün emas, nöş koyup durdu onu dedi. Kim koyup durdu dedi. Bu dedi kadastr palatanın işi bu dedi. Kadastra gitti dedi. Kadastr palata koydu. Sen karamıyorsan bu yere dedi. Yok ben karamam. Ama bize ilk kim bilse de bu nokanın nasıl oturdu dedi. Şimdi kızaramış mı yani kadastrda bir de şıratta durgan nerse. Hiçbir neler var ya, hiçbir karakter var ya, mümkün emas ki. Ana şeyde şu nerseye inabet almadı. Soğut yaptık şırat dedi, alasan şu yönü dedi, toprak dedi. Şu toprak sen alasan dedi. Ben aşkıda yine ma yük etti. Ondan ki yine şu nerseye kanatlamayın, en aşkıda yine verdi. Şu bayrağı Çençisla yine günü anık bulup 2 gün burun barganman, evde toprak alaman desem aldırtmadılar. 2 gün burun yine barganman öyle gözümde bekar ettiremem dedi. Yine barsam yine şey yapmayın. Sonra dedi bu sordu dedi. Bekar et bilmeysen sen. Kesin dedi. Bu dedi köle bir yan pulun kalktı
arizada vaz kechish dedim lan. Arizamdan vaz kechdim lan. Yetgan pulim bir yere kemede to'lagan pullarimni men qaytib yana sud qarori uchun o'zimda qoldirib berang dedim so'rab chiqib keldim. To'prog'ini olaman u hazratdan berdim u. Sizni bo'yningizda toprak olish qoldi beramiz. Beri kaldı. Kesin. 7 marta vereyim ben. 680 milyondan 7 marta vereyim ben. Demek olmadı. Demek sanab o'tildi, aytib o'tildi. Auksion noqonuniyligi, bu zdaniyani arkasındaki qurilish qilinganligi, bularning qizilsizlik buzilganligi yuzasidan auksion chegaralari bu tarafdagi bo'lib turgan noqonuniy harakatlar bo'yicha o'rganishlarini so'raymiz. Sog' bo'ling. Salom.